Onda olsa dersimizni başlayalım arkadaşlar. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala amma ba'du. Biz dersimizdenki birinci dersle dersten umumi mezmununu ne gibi öğrendik arkadaşlar? 10-11 mezmunga yakın türlerge bölgendik. Ama xabarlar. Birinci mezmunda ta'rif ilmu tefsir. İkinci mezmunda neş'atu ilmu tefsir. Bularni o'qib o'tdik. İhtilaf-ı mufassirlarni o'qib o'tdik. Asalibu tefsir. Tefsir uslublarini, 4 xil uslub varligini bularni o'qib o'tdik. Turuq-u tefsir 2 xil varligini manba nuqtasidan o'qib o'tdik. 7 tefsirinden 7 xil menhecini o'qib o'tdik. İnsanlar olsun tekrar etmey. Kitapta fakat kitapның hacmiga muvofiq shaklda o'qib o'tdik. Ishkirlab kirsak, yani taxam ishkirlab kiramiz bu sohada. Tefsirining manhaji 7 degan bilan to'xtab qolmaydi. Undan keyin i'robul Qur'on haqida tushunchalarni berdik. G'aribul Qur'on haqida tushunchalarni berdik. Al-vujuh va nazoir haqida tushunchalarni bergan. Endi bugungi mazmun qavoid muhimma lil mufassir. Tefsir qiluvchiga muhim bo'lgan bir turli usul qoidalar. Yana tefsir qilmoqchi bo'lgan kishi bilib olishga tegishlik muhim masalalar. Amaliyotda bizning bugun so'zlamoqchi bo'lgan darsimizdagi tefsir qiluvchi, tefsir qilmoqchi bo'lgan odam bilib olishga tegishlik muhim masalalar nuqul tefsirga xos masala emas. Hatta hadisler şoğulundağanlarımı şu biz okumakçı olan bugungi bir neçe 7 türlük muhim tavsiye kaideleri bu muhim. Bir fiqhi şunasqımı bu hem muhim. Aslında bu kaideler usulul fiqh kaideleri. Biz usulul fiqh dersi okumayotgan bo'lg'achqa bu to'g'risida pek cho'nqurlab kirmaymiz. Amaliyotda Qur'on hadisni tushunish Qur'onni bir chetlamasdan, asli yo'ldan chetlamasdan tafsir qilishninki eng yaxshi qoida prinsipi usulul fiqh. Mushu qoidalar hammasi usulul fiqh, qavoid fiqh masalan. Shariatninki kulliyat shari'a masalan maqosid shari'a qatorliq nuqtalarni asos qilib turib kitobda yezilib o'tirib qo'yilyotdi. Amaliyotda oyatning gapini takrorlasam bu bir tefsir qiluvchiga ham qartilgan gap emas, balki hadislar shug'ullangan kishiga nisbatan muhim, fiqh bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan kishiga muhim, shundaqla tefsir bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan kishiga muhim qoidalarningki birisi. Hargizmi bu bizning ulumul Qur'on yoki usulut tefsiri darsimizda o'qib qolganligimiz uchun tefsirga xos masalalar emas. Shu ma'no oldin ola qanday qilyaptimi tushuntiryaptimi? Amaliyotda bir qurib tushunsak noyati oddiy, ammo tafsiloti va masalalar biz tuanda 7 turli qoidaning hammani o'rganamiz. Ammo shu gapni yana bir deb va esingizda bo'lsin, bu 7 turli qoida rasmiy o'z bobiga olgan vaqtida 7 kitob deb tushunsangiz bo'ladi. Biz hozir dastlabki qadamini olamiz, qisqa bir shaklda, oddiy bir shaklda tunji tushunchalarni, oddiy tushunchalarni olamiz. Rasmiy tahi ichiga kirmoqchi bo'lsak, bundan keyin inshaalloh kiramiz Alloh nasib qilsa. Qani kirayli, Abdur rahimahulloh davatudu estağfirullah, yani Abdur rahimahulloh davatudu lit tafsir qawaid muhimma tu'inu ala al-fahm as-sahih li kitabillahi ta'ala ve ala al-mufassir ma'rifatuha wal iltizam biha. وهي قواعد جليلة وعديدة ومن أهمها. Tefsirininki muhim qaideleri bar bulup, tefsirinin muhim qaideleri bar bulup, tercümeni jiq tushunib ketdim, jiq deb ketdim bu gapni. Qavoid muhimma o'zi nakira orqada kelgan, keyin kelgan mubtada lit tafsir jar majrur xabar shunga bir yerda bar degan shaklda tarjima qilamiz. Ondan keyin
nekiri sözler köplik şekilde keltirilse köp vaqtda nurgun ifadesini kullanıyoruz. Tefsir olgan nurgun ayetleri babına. Bu kaideler tu'inu kavaidinin ise kaideler Allah'ın kitabını düşünüşe nimrodu yardım biridu. Tu'inu yardım ve mufessir alel mufessir degeni yecibu alel mufessir degan şekilde tercüme kılınız. Mufessir bu kaidelerini biliş gerek, ve bu kaidelerge emel kılışı gerek. Alel mufessirdeki halanı aldığa yecibu degan fiilini ekep turup tercüme kılınız. Bu naiti ulug kaideler ifadelerini Araplar yani. Arapça ifadeler şekli. Yani muhim demek için. Ve nurgulluğun kaideler bulup nurgulluğun kaideler margeple anlamına bu biz yettini sözleyemiz emniyette köp bu kaideler. Biz fakat ve min ahamiha en muhimlerden tüvendekilerini sözleyemiz evvelen birinciden kullar bakahi hatta masuhu. Bunun diyen gep anda olsun karandaşlar dese Kur'an-ı Kerim özünün uslupları da arkadaşlar. İfadeleri de, ibareleri de bazı da mezmunlarını am şekilde ekliyor. Anlamı işgallikini biz sözde boğan aşırı isimde var, derste sözlü. Bazı mezmunlarını has şekilde ifade ediyor. Mezmun malum bir daire içinde çeklik bir daire içinde ifade ediliyor. Bu hatta ölümanın oturusda bazı bir okşamagan göz kararışlar var. Yani iki mezmun azrak münasebetli bolsa, şu mezmun ikinci bir orunda haslık gelse, amkeke orunda has. Muşunda detaylaşlığa asasen, yekillengen bir kaide, bu bir kengre kaide değil ya, içine girsek belki çok cık tefsilatı var. Biz fakat adli çözümünü anlamak için şu noktada meseleyi addilaştırışka urunu vatımı meselenin, şunu tırışı vatımı. Bazı orullarda bazı ibareler, bazı ifadeler am şekilde, yani bir sınırsız, çeksiz bir şekilde, köp dairini özü aldığın bir şekilde ifade edildi Kur'an'ın bazı orullarda, bazı orullarda has bop ifade edildi mesela. Bunu ben bizden tilimizdeki sözlerle ifade etsem, ben oğlumga mesela, balam bazara çıkıp 2 kilo alma ekre desem, bu menin hazır ifadeligen alma degan sözüm am ifade oldu sanatdaşlar. Oğlum çıkıp ak alma ekremdo, sırık alma ekremdo, kızıl alma ekremdo, almılam ekresi buludu. Bu am. Andın kin ya ki mevculerin ekre desem bu am. Eğer ikinci katım şu menişinin aldı keyni de balam mevculerden bir banan mesela şaptol, ürük, ekran desem ma egzimden çıkan, işkenlikten çıkan neyse hasıl oldu. Bunu çöndürüşün de vardı mesela. Hem de Kur'an ifadeleri de muşuna okşaş bazı urullarda am kegen ibareler var, bazı urullarda has kegen ibareler var. Emdi garezlik kişiler ya ki ilimsiz Kur'an'ı tefsir kıldık Allah ya ki özününki siyasi ve başka maksatları yetiş için Kur'an'dan delil izdavat kalla del muşunda yuçukladın payılmadı. Alımla ölümü ala maçta yuçuklarını itivit için kanda kayıtlarını bekirken dese mında kayıtlarını bekirken ki Kur'an'da kanda bir ifade am şekilde kese inik aşını haslayalaydıgan bir delil kegenge kadar o am peti ifadelenirdi. İnik delil kilip biz itiraf tohudak delil demekçi. Aşı amme haslaydıganlıqını ifadeler ortuğa ep kese an şu vaqt haslası bulup deydim. Bunun alaka içine girsek a delil kanda delil gerek. Mesela delil kat'i am kat'i olsa has zanni yok kalsa haslayalım diyak mı? Kur'an'ı hadislerin haslığılam diyak mı? Mesela Kur'an'ı hadisi mutuvatırlan haslığılam do bak uzun tefsilatlı var. Ama onun kaide şu ki am
zodi shu amni xasliyalg'udek bir delil chiqqanga qadar am peti qana qilinadi, ifodalanadi. Men yana bir misollan bir sizlarga tushuntirishga tirishay. Maktabning maktabdagi ma'lum bir o'qituvchi masalan o'quvchilar maydonga chiqsin deb bir buyruq tushadi. Bu o'qituvchining eg'izdan chiqqan o'quvchilar degan so'z am. Buningda chet ellik o'quvchilar, yerlik o'quvchilar, o'g'il o'quvchilar, qiz o'quvchilar, hamma o'quvchilar kiradi. Ondan keyin yana bir o'qituvchi kelib 5-6 sinfning bolalari maydonga chiqmasin, qolganlar chiqsin yoki 18 yoshdan yuqori o'quvchilar chiqsin deb xoslasa, nima ikkinchi o'qituvchining gapi bilan birinchi o'qituvchining gapi xoslashamda, xoslashmamda degan gapni boshqa narsa emas. Mushunda ikkinchi o'qituvchiningki darajasiga qaraymiz. Birinchi o'qituvchining darajasidan yuqori uning gapini buzalog'idek adam bo'lib qolsa, undan keyin ikkinchisining gapi bilan birinchisining gapini buzamiz emas. Men insonlar o'tirishdagi misol uchun da'vatimi. Nima dalillarmi? Masalan biz Qur'onning dalil nuqtalarini surishtirgan vaqtda, Qur'on hadislarda bizning dalil qat'iy, dalil zanni deydigan ayridigan bir turlarimiz bor. Shar'iy dalillar normalda Qur'on, hadis, icma, qiyas deb o'nlashtirilib dalil var. Ondan keyin shu Qur'on, hadisning ichiga kirgandan keyin subut qat'iy masalan Qur'on, hadis mutawatir, subut zanni, ahad hadislar masalan bu taraf ayrıyız. Ondan keyin shularning ichidami dalolat qat'iy, dalolat taniydigan ayrishlar var. Shu nuqtalardan demakchi, hozir faqat buni anglaydigan. Shu nuqtalardan ma amni xasliyalg'udek dalil bo'lgan vaqtida am xaslanadi, bo'lmasa xaslanmaydi. Mana birinchi qoida tugidi shuni bo'ladi. Qolgan mazmunlarning hammasi shunga keltirilgan misollar, uni tezroq desak bo'ladi, menchasini tushungan bo'lsanglar. Anglayli. Abdurmanda tushuntiryapti va bima'na, ya'ni bunda deganlik, bir oyatning lafzi bor deydi. Bir oyatning lafzi borki, bu so'z, lafz degan so'z, bu so'z birdan ko'p ma'noga ehtimol keladi degan, ya'ni am. O'z chiqaradigan doirasi ko'p. Shunda bo'lib qolsa shu so'z mushu ma'nolarning hammasi bilan tafsir qilinadi. Yufassaru bi kulli hadhihi, ya'ni amni am pet ishlatimiz demakchi. Amni am pet ishlatimiz hattoki ashu ma'nolarning birini xoslashtirishga bir dalil bo'lganga qadar, yaqum dalilun degani bir dalil mavjud bo'lganga qadar qolganlarsiz. Qolganlari maqsad emas, birsi maqsad deydigan bir dalil chiqqanga qadar biz amni am peti qanday qilamiz tushunamiz savoqdoshlar. Masalan bu haqda Imom Tabari rahimahulloh bilasizlar inshaalloh 2 soatlik yoki kitobning oxiridagi mufassirlarningki nimalarida tushuntirishlarda Imom Tabarining tunuysizlar, bundakini tunuymiz. Mufassirlar ichidagi imom darajalik adam. Mufassirlar ichidagi oldin qatordagi adamning birisi. Deydi, g'ayru jaizin iddia xusus fi ayatin am. Ya'ni bir am oyatda zahirisi, sirtli ko'rinishi am bo'lgan bir oyatda xoslikni da'vo qilish illa bi hujjatin degani pakitsiz to'g'ri emasdir. Qaytib kelamdim tarjimaga. Ko'rinishi, zahiruha degan tashqi ko'rinishi am bo'lgan bir oyatda shuningga laha to'liq qoyil bo'ladigan yajibu taslim degan gap shuningga bo'ysunishga tegishlik bir pakit bo'lmasdan illa g'ayri manisda pakitsiz holatda xoslikni da'vo qilish to'g'ri emas. Bir oyat bor. Bu am na qirmoqqa, ya'ni navbatdagi ifodasida am ma'no keldi. Ta biz shu amni xosliyalaydi deb qoyil bo'ladigan, yajibu taslimu laha degani shu qoyil bo'ladigan bir paket hujjat kamigucha oyatni xos uchubuch deb xoslik ma'nolash to'g'ri emas deydi. وقد التزم رحمه الله تعالى هذه القاعدة في تفسيره. Tabari rahimahullah o'zining tafsirida mushu qoidaga amal qildi. İltizama degani amal qildi, ching tutdi degan.
Mesela fi tefsiri kavlihi Teala fi tefsirideki fe mesela ifadeleyiyor. Mesela Allah Subhanahu ve Teala'nın ki ve validu ve ma veled. Valid degan nima bo'lsa vaqtdoshlar? Har qanday dada, har qanday valid bilan ism o'zlamas. Shunda valid nekirlik sababli amdan ifodalaydi. Mushuni Tabari rahimahulloh qanday tafsir qilgan qarab baqayli. Ma qo'shtirnoqning ichidagi 4 qur so'z tafsir Tabarininki mushu oyatga bergan tafsiri. Qarab baqamdi qanday bo'lsa. Bu haqdaki fidalik degan bu haqdaki so'zlarning ichidagi eng to'g'risi mundaq degan kishilarning degan gapi deydi. Bularning degan gapi qaysi? Innallohadan tatib mushu mufassirning gapiga qaytadi. Allah har qandaqda da va u dadaning balasi bilan qasam qildi. Tamam. Yana bu yerda nekir o'g'achqamni ifodalaydi. Chunki Allah Subhanahu ve Teala li'anna Allaha valid ve ma veladni am keltirdi. Amma kullu valid ve ma velad. Qandaq dada balisini aldı. Amninki boysunu meyli hadis meyli yani nima aql olsun vacib sizning bunu jaiz deydi. Halbuki bunun xasligi haqida zalika degan xasligi haqida bir hadis yo'q, wala xabar degan hadis yo'q. Va yoki bu oyatninki bu oyatdagi mazmunninki xasligi haqida bo'ysunish vojib bo'ladigan biror faktmi yo'q. Andoganda oyatdagi va validiki am alıdı. Xuddi Allah bunu deb ma'lum tafsir qildi. Bu bir o'rnak savoqdoshlar. Ya'ni Tabariki amga tutgan pozitsiyasidan o'zining tafsiridan keltirgan bir nimamiz bu. Örnek ko'rayli. Bu o'rnakni o'xshashla tafsir Tabaridan keltiramiz. Allah Subhanahu ve Teala'nınki fel muriyati qadhan. Fel muriyati qadhan. Endi ma o sura Adiyat'taki ayet qo'l. Agar qishinglarda tercüme Kur'an bu echib qarab baqinglar. Shu o'zida o'tma. Fel muriyati qadhanni nimda tafsir tercüme qildi Muhammad Salih Damullah. Mesela vel'adiyati dabaha. Fel muriyati qadha. Fel muriyati qadhani tuvaqlardan ot chiqaruvchi deb şekilde tercüme qildi. At degan şekilde tercüme qildi. Endi biz qaytadan oyatga qarab baqaylik savoqdoshlar. Muriyat degan so'zning ichida zaten at ifodasi bormi yo'qmi? Muhammad Salih Damullah nim bo'lib at deb tercüme qildi. Degan vaqtimizda muriyatning o'zi bir am so'z. Asli lug'at ma'nosi ot chiqaruvchi degan ma'noda. Ot chiqaruvchi. Endi qadimdan tortib janglarda asosli ot chiqiradigan narsa otning tuyqi. Otlar qattiq chopgandan keyin tashlarga urilib ot chiqadam deyadi. Shu asosda nurg'un mufassirlar buni nimda tafsir qilganlik desangmi, shu ot deb tafsir qilganlik hamda. Bu demakchi o'g'ri shu. Sizlarga ifodalamoqchi o'g'rimiz shu. Qandaqdir muriyatni Allah ot demagandan keyin bu bir ot chiqaruvchi degan shaklda degan bo'lg'achqa bizmi qanday tafsir qilishimiz kerak? Ot chiqaruvchi degan shaklda tafsir qilishimiz kerak. Uni qandaqdir otga xos qilib olish nima emas, to'g'ri emas. Allah ot chiqaruvchi dedi ya, bizmi ot chiqaruvchi deylik. Uni bir otga xos qilib qo'yishning hech nimasi yo'q, hojati yo'q demakchi. Mushunga biz İmam Tabarininki mushu oyatga qilgan tafsirdan hozir misol keliyapmiz. İmam Tabari davodido va awla al-aqwal fi zalika bis-sawab. Shu haqda, shu yuqoridagi fel muriyat degan oyat haqidagi so'zlarning rostga eng avlo bo'lgani, eng yaqin bo'lgani boshqa shakilda ifodalaydi endi İmam Tabari. Ey yuqol, mundaq deyilish. Allah Taala zikruhu
Allahu Teala zikruhu degan gap ma'miz bir gap chima o. Ma'ni nim deb tarjima qildigan bo'g'itda o'ylab qolmayman. Allahu Jalla Jalaluhu deganday inna Allah Teala zikruhu degan gap. Allah Teala zikruhu muriyatlar bilan qasam qildi. Bu nima muriyatlar desa, shunda muriyatlar ki allati turi an-niran qadhan. Qattiq munda bir narsa urib, chaqmoq chaqtirib, o't chiqaradigan degan ma'noda. Endi biz urushlarga shunda bir zan salayli. Zaten nima o't chiqaradi desa, at o'zining tuyoqlari bilan o't chiqaradi. Kishilar chaqmoqlar bilan o't chiqaradi. Til masalan gap bilan o't chiqaradi. Kishilar hiyla mikr bilan o't chiqaradi. Masalan, chiqib o't chiqaradigan narsalarning hammani da'vatimiz yo'qmi ya hozir. Yana shuningdek at şu jang ahlining o'tirisida janglar ushashgan vaqtda jangning qattiq yuqori pallaga tuvhiju degani yuqori pallaga chiqaradi. Bugungi kunda pilotlar, avtomatlar o't chiqaradi. Kurashchi aeroplanlar o't chiqaradi. Jang kemilari o't chiqaradi. Tank bronoklar o't chiqaradi. Jangga kirgan har qanday qurol o't chiqaradi. Bu bir om lafzi. Allah subhanahu va taolo aşu o't chiqarishdan bo'lgan maqsad apa ba'zisi emas, ba'zisi deganga hech bir dalolat qo'ymadi bu yerda. Valam yada Allah qo'ymadi. Nima qo'ymadi? Dalolat qo'ymadi. Nimaga? Aşu yuqorqi o't chiqarishdan bo'lgan maqsad iu ba'zisi emas degan. Shu buni oddilish haslab qo'yganlik qiladi. Allah am qo'ydi. Andagan lekin xulosa fekullu deki fe nimburudu ma'runda xulasuludu. Andagandan keyin fekullu ma avratin nar o't chiqargan har qanday narsa mush Allah qasam qilgan mazmunning ichiga nima daxila kirib ketadi. Nimishqa ashu mazmunninki tashqi ko'rinishda am bo'lganlik uchun. Bu bir misol. Ya'ni amning qanday am tushunilganligini tushunyapmiz. Şunlaşqa agar yangi tafsiri yezilib qolsa, misol sifatida o't chiqaradigan tanklarning evazi, avtomatlar, yana bir narsa elinsa bo'ladi tamamen. Misol sifatida juma, ammo uning plani, pukuni va xos deyilishning o'zi to'g'ri emas demakchi. Bu bir misol. İkinci misol yana Tabariydan akalimiz bu misolni yana fal mughirati subhan. Bu ne? Şu tercüme Kur'an'a qaytadan qarasa, nima deysanmi? Tam vaqtida hücum qilib kirguvchi atlar deb tafsir. Tercüme Kur'an'a yaqincha. Mughirat hech at ifodasi yo'q. Nima deydi bu? Hücum qilguvchi degan gap. Ag'ara yug'irdan chiqqan bas. Andagan lekin tam vaqtida nima hücum qilib kirsa, shu bo'ladi. Bugungi kunda hücumni nima bilan kiradi ko'pincha vaqtda? Dastlabki hücum bugungi kunda havo qurollari bilan hücum qiladi masalan. Endi bu haqda Tabarininki misollarni anglab baqaylik. Ko'rib baqaylik. Davotda Tabari rahimahulloh bu haqdagi so'zlarning to'g'riga eng avla yaqin bo'lgani shundoq deyilish. Ayyuqal Allah jalla sanauhu tam vaqtida hücum qilib kirguvchilar bilan qasam qildi. Va ashu hücum qilguvchilarning ichidan bir hücum qilguvchini qo'yib qo'yib, yana bir hücum qilguvchini xas qilmadi. Duna degani qo'yib qo'yib degan gap, ha? Andagandan keyin men xulosa gap qanday chiqdi desangmi, tam vaqtida qilguvchi kirgan har qanday bir hücum qilguvchi Allah qasam qilgan mazmun doirasiga qanday qiladi, kiradi, da'vatida savoqdashlar. Yerda nimadan misol elinde? Tabariydan misol elinde. Yana bir misol. Bayadın sözlüğümüz iki qoida, nurgun misallarını ko'ryapmiz, eng oxirisida bir misol qoldi, ha. Şu bu misallarga o'xshashlar Tabariydan olamiz, Surah Qurayshninki tafsirisidan. Allah subhanahu va taolaninki va amanahum min xawf degan oyatni qilgan tafsiridan olamiz Tabariyninki. Tabari rahimahulloh deydi, bu haqdagi so'zlarning eng to'g'risi va savob degan to'g'risi minal qawl degani bu haqdagi nima? Sözlerden fizalik degani bu haqdagi deganga. Bu haqdagi deyilayotgan tafsirlarning eng to'g'risi ayyuqal mundaq deyilishki innalloh taala zikruhu Allah taala zikruhu shunda xabar berdiki axbara Allah ularni qo'rqinishdan amin qildi. Endi buni qo'rqinish deb qo'yguncha
bir mufassir kelip lan düşmanning qo'rqinchisi deb qo'ysa bo'lmaydi. Açarçılıkның qo'rqinchisi deb qo'ysa bo'lmaydi. Yana bir narsaning qo'rqinchisi deb qo'ysa bo'lmaydi. Ishqib inson qo'rqadigan butun qo'rqinchi mush qo'rqinchning ichiga. Chunki am shuni abtur misol shaklda mufassir deyotdi. Adu düşmanmi shu qo'rqadigan narsa. Mahfufun minhu. Cüzam kesellerimi şu qo'rqadigan narsa. Mahfufun minhu. Allah subhanahu wa ta'ala bu yerda bergen xabarini xas qilmadi. Yani ularni düşmandan emin qildi, cüzamdan emas. Cüzamdan emin qildi, düşmandan emas deb bunda demedi. Belki bu yerdagi xabarini am keltirdi. Undan to'g'risi ayyu'amma kama amma jalla sana'uhu. Allah am keltirgandek biz tafsirdimi ham am tushunishimiz kerak. Allah am so'zlagan bo'lsa, biz am shaklda qanday qilishimiz kerak? Tushunishimiz kerak deydi Tabari rahimahulloh. Yani savoqdoshlar, biz bu qoidada shuni demakchiki, Qur'onda bir so'z, bir xabar yoki bir hukm am shaklda kelgan bo'lsa, buni mufassir bo'lish sifati bilan bir mufassir nimaga rioya qilish kerak? Ta shu amni xoslaydigan bir dalil kelganga qadar amni am bo'yicha qanday qilish kerak? Muomala qilish kerak. Bu birinchi qoida savoqdoshlar. İkinci qoida biraz murakkab, belki oddiy shaklda tushunishga tirishimiz inshaalloh. Al-ibratu bi umumil lafz la bi xususis sabab. La bi xususis sabab. Bu nima degan gap endi? Buni men mushu gapni o'zini tarjima qilib tushuntirishning oldida biraz sizlarga kengroq tushuntirishni to'g'ri topdim. Bilasizlar, Qur'ondagi oyatlar hammasini bir qismi ma'lum bir voqelik asosida tushgan bo'ladi. Sabab nuzulda bir narsa anglaysizlar. Sabab nuzul bor. Yoki sahobalar bir gap so'rab keldi Rasulullohning qishidan, undan keyin nima tushdi? Oyat tushdi. Sahobalar osmondagi oy nimda kichik chiqib, yugunab, tulum oy bo'lib, kichiklab oxiri yo'qolib ketadi. Yas'alunaka anil ahilla qul hiya mawaqitun lin-nas. Oyat tushdi. Hayit haqida so'raydi. Yas'alunaka anil mahid qul huwa adhan. Mushuni o'xshash savoqdoshlar. Shunda bir voqelik duch keladi, su topolmaydi. Nima deydi? Su topolmasanglar, tayammum qilinglar. Oyat tushdi. Demak, Qur'onda birbilik oyatlar ma'lum bir sababga bog'lanib, ma'lum bir savolga javob bo'lib tushilgan savoqdoshlar. Endi bir qism mufassirlar, bir qism deb turaylik, chunki biz uni qo'shilmagan bo'lgancha. Shunda ayollar kelib qolsa, ma oyat pukuniga xos deplab oyatni eshaga xos qilib oladigan bir ahvol bor. To'g'rimi xatomi desa, xato. Oyat bir zamondagi insonlar bilan tushgan narsa emas. Oyat zaman, makan cheklimsini uchramaydigan darajada kengri uning mazmuni. Bizga uyutudi 21-asrdagi va kelgusidagi qiyomatga qadar hammasiga kuchga ega. Unda olgandan keyin biz oyatlar muomala qilgan vaqtda ma oyat pukuni ish haqida chiqib ekan, shu ish qilam xos deb eshak bog'lab olish xato. Faqat sabab nuzulni nima uchun bayon qilamiz? Nima uchun sabab nuzulga ahamiyat beramiz? Deyilsa, sabab nuzulni faqat oyatni texnik tushunish uchun, mazmunni oydinlashtirish uchun ham sabab nuzulni surishtirib qilamiz. Oyatning mazmuni am biti ketaverish kerak. Mana shuningmi? Bir misol olayam deb ben kitobga kirishdan ilgari. Rasulullahning davrida Allah subhanahu wa ta'ala kishilarni jamiyatning ishiga ko'ngil bo'lmay, jihatlarni tashlab, o'zining shaxsiy ishlari bilan bo'lib, oxirisida dushman besib, bulan talon-taroj qilib, masalan, izzat, obro'yi, sharafini bilan yakson qilib, tugishib ketadigan bir ahvol bo'ldi-ya insonda. Ashta bo'lib qolmasin deb وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ degan bir oyatni tushar ekan. Hamma bilasizlar bu oyatni. O'zinglarni halokatga tashlamanglar degan ekan. Bunun tipik insanın özümüzde kuratımız ya.
Biz dinga qachon ko'ngil bo'lishni tashladik? Umumning ishlarga qachon ko'ngil bo'lishni tashladik? O'zimizning shaxsiy ishlar bilan bo'ldik. Shu aman bizga xoralik kelishga boshladi. Oxirida kelgan kunimiz shu. Endi mushu oyat shu ish tufaylidan tushgan. Shu ishga xosmi deyilsa, yo'q. Zaten cihatını taşlab, din işlerini taşlab, umumның işlerini taşlab, bayramlab kettiş. Muşu hadisiga xosmi? Yo'q. Çünkü ayetning lafziga qaraganimizda uzanglarni halokatga tashlamanglar ifodasi olgan ekan. Uzanglarni halokatga tashlamanglar ifodasi olgan ekan. Zaten bizni halokatga eberish ehtimoli bor. Har qanday ishqa qadam bosishning o'zi mushu oyatning tahtiga daxil bo'ldi qarindoshlar. Gerçi ayet aş doğruluk tusumu. Mesela zehirlik çekimlik insanı halakatga tashlaydi. Shunday mi saboqdoshlar? Buni bilan shug'ullanish oyatning tahtiga kiradi. Gerçi ayet u haqda tushungan bo'lsa-mu. Kilometr soni 120 da mangson degan yo'lda haddan oshirib mashinani haydab, masalan 180 da 200 da haydab nochilik qilib, qanash voqeasi yuz berib, o'zini o'ldirib, o'zi halokat tashlaganlik qiladi. Bir odam mashta haromlik qilsa, "Wala tulqu bi aydikum ila tahluka" bo'ladi. Masalan, gerçi ayet men tushundirgandek mazmunlar tusumu oyatning lafzi am bo'lg'achqa mushlarning hammani o'ziga olib saboqlashlar. Men tushunolmayapman saboqlashlar. Ya'ni ikkinchi qoida shunda demakchiki, bizning xatoga oladiganimiz al-ibra degan gap, xatoga ilish degan gapchimi? Lafzining amliqi bo'ladi. Ya'ni biz xatoga oladiganimiz oyat tafsir qilishda lafzining amliqini xatoga olamiz. Sebepning xasligini emaski, savbu nuzulninki xasligini emas. Ya'ni biz tafsir qilmoqchi bo'lgan oyat savbu nuzulga xos olmaydi, balki Qur'onning oyati lafzi jihatda nimalar o'z ichiga olsa, mazmunni shu yerlarning hammani qanday qiladi, o'z ichiga oladi demakchi. Men tushunolmayapman saboqdoshlar. Mençe tushundim. Ya'ni biz oyatlarga muomala qilishda, ma oyat pukune palane nima haqida chiqdi, ish haqida chiqdi deb oyatni u yerga qanday qilib qo'ymaymiz, xos qilib qo'ymaymiz, balki oyatning mazmuni o'z ichiga olgan doiralarninki hammani şu oyatning mazmunining ichiga kirgizimiz. Bizning xato qiladiganimiz lafzining amliqi, sababi nuzulninki xosligicha emas demakchi. Mencha tushungan bo'lsanglar bir ifoda bildiruvtinglar, tushundik yo tushunmadik deb annakim davomlashtirdi. Qala al-allama Abdurrahman ibn Sa'di rahimahullah. Yani Allama Abdurrahman ibn Sa'di rahimahullah deydi, bu qoida nafi'atun jiddan, intayin menfaatlik bir qoida. Nafi'atun cidden intayin menfaatlik bir qoida. Bu qoidaga rioya qilish bilan bandiga nurg'un yaxshilik hosil bo'ladi va mo'l bilim hosil bo'ladi. Deb bo'lib, nima deydi desanglar, famata ra'ayta hadhihi al-qoida, qachonki bu qoidaga rioya qilsang, haqiqiy ravishda, haqiqiy ravishda rioya qilsang ve mufassirlarninki savbu nuzullardan degan gapning faqat misol yo'lidan ishkanligini alfozlarni izohlash uchun qandaqdir alfozlarning ma'nosi emas yoki oyatlar uningga qarashliq emas ekanligini bilsang, gap tugiladi jumat axir. Men gapninki shartning jazosi chiqmadi. Qayta tarjima qilayman. Famata ra'ayta, qachoniki mushu qoidaga haqiqiy ravishda rioya qilsang, manchanilar va mufassirlarning degan sababi nuzullari faqatlam so'zlarni izohlash uchun keltirilgan misol yo'li bilan kelganligini bilsang, qandaqdir alfozlarning ma'nosi emas,
ve ayet onun qarashliq emasligini bilsang, muşloqlarni bilsang, qanday bo'ladi desang, an mufassirlarninki bu ayet ma haqda, a haqda tushdi degan gapning ma'nosi ma ish ma'laqi sabab nuzul ayetning tahtiga kiradigan mazmunlarning qatoridir ve onun bilan iroda qilinadigan mazmunlarning qatoridan ekanligini shu vaqt tushunsa. Ya'ni demakchi o'g'ini nima savoqdashilsa, sabab nuzulni so'zlaganlik ayetning mazmuni shulam deganlik emas, balki mushuning tahtiga kirdi degan gap demakchi. Yani texmo gapni oddiylashtirib, zag'ir tili bo'yicha sizlarga qayta bir tushundirsam, zag'ir tili bo'yicha tushundirsam, ayetlarninki sababi nuzullarininki tilga elinganligi, qandaqdir mush sababi nuzul ayetning asosiy mazmuni deganlik emas. Balki ayet mush mazmunni ham nimaga oladi, o'z ichiga oladi, deganlik bo'ladi. Degan maqsadni qanday qilish, ifodalash uchun bu qadar qanday qilib tirishib ketib boramiz arkadaşlar. Qala İbn Teymiye rahimahullahu taala, İbn Teymiye rahimahullahu taala deydi. Mufassirlarninki bu ayet manda ish haqida tushdi deganda, bular qandaqdir oyatning hukmi shu ayni falan ayan deganga shu maxsus kishilarga xos, boshqalarga emas deganlik emas. Buni maqsad qilmaydi. Faqatla bu gap, bunda gapni hech qanday musulmon va hech qanday bir aqli odam qat'iy qanday qilmaydi demaydi. Aqli odam bir oyat Rasulullohning vaqtidagi paloni pukuni insonlig'ilam tushdi demaydi. Chunki Qur'on qiyomatgacha insonning hammaga tushgan ekan, anda ma'lum bir insonga, ma'lum bir odamga hisob qanday qilmaydi, tushmaydi. Aslında bir misal ko'rib baqaylik. Tabari rahimahullah Allah subhanahu wa ta'alaninki وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللّٰهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ عَلَدُّ الْخِصَامِ diyen ayet hakkında. Kişilerin içinde sizni gap sözleri hayat dünyada heyran kaldırdıgan, özünün kalbideki işlağı Allah'ını guva kılıdıgan, na cidalho bir insanlığı vardı diye Kur'an'da. Muşu kim hakkında düşken bu ayet dese, Muhammed ibn Ka'b el-Qurazi'nin rivayet kıldığı bu ayet bir adam hakkında düşken, ma'lum bir adam demekçi. Andinkin bu ayet ambuludduğunu, düşken vakti ma'lum adam hakkında düşsün, lakin ayet falanı bugün demegen bu açıqa, ayetin lafzi an bu açıqa, ma'nanın buludu. Ama eğer ayette, manda bir nokta isanlıdır olsun savaktaşlar, xas lafzi olab, xas ma'na ifadalab qilib, muayyen bir adamga iliq qaratılsa, o vaqtda xas bo'ladi. Eğer andalan bo'lmay, ma ayetga o'xshash va minan nasi men yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya ve yushhidulloha ala ma fi qalbi ve huve aladul xizam degandak am şekilde kelsa ayet mutlaka am bo'ladi. Ayetni am tushunishimiz kerak. Masalan, ma'a anna hadhihi al-aya, halbuki bu ayet Ahnas ibn Sharif haqida tushgan, lekin biz bu ayetni mush adamga xos, qağa adamlarga o'tmaydi demaymiz asla savoqdoshlar. Mana 1 minut ijozat beraman, 1 minut darhol qaytib kelaman. Hozir kelaman. Tamam, davomlashtiramiz savoqdoshlar. Üçüncüsü, şu muhim mufassirga muhim bo'lgan qoidalarning üçüncüsü, oyatdagi qiroatlarning o'xshamasligi oyatning ma'nilarini ko'paytirdi. Bu nokta qat'iy zehnimizdan yiroq bo'lmaydi. Biz dahi ulumul Qur'onda qiroatlar haqida to'xtalmadik. Oyatninki Rasululloh sahobalarga o'rgatgan nechxil qiroat va o'qilishlari va bu haqda o'qimadik. O'qimagan bo'lg'achqa biroz bizga nisbatan qanday kelishi mumkin, g'ayri kelishi mumkin. Lekin ba'zi oyatlarda o'qilish, bir necha xil o'qilish va oyatlarda. Mush bir necha xil o'qilish mutawatirlan bo'ladi ekan. Masalada bo'lsa, rasmiy Qur'on hisoblanadi. Ma'noda hech kimning o'tirsa ixtilof yo'q. Agar qiroat mutawatirlan bo'lsa, rasmiy Qur'on hisoblanadi. Qana bo'ladi? Buni biz namozda o'qiymiz, mushaflarga yozilsa bo'ladi. Ammo mutawatir bo'lmay, ahad
qiraat o'qib qolgan taqdirdami, o'sha qiraatlarmi ba'zi vaqtda tafsirga nimasi bor, ahamiyati bor. Oyatning mazmunlarini ko'paytirdi. Masalan, qarayli. Azroq bir tushuncha bu yerda. La yaxlu ixtilaful qiraat min halatayn. Hamda qiraat o'xshamadi desam, ikki xil holatdan xoli emas. Qur'ondagi o'xshamaslik qiraatda ikki xil bo'ldi. Birisi harflarni talaffuz qilish yo'llari va harakatlarni talaffuz qilish yo'llaridagi ixtilof bo'ladi. Qiraatning o'xshamaslik, masalan, izhar, idg'am, imala, mad o'xshash. Buningki tafsirga cho'ng aloqasi yo'q. Bir misol, imalada bir gap bor. Aranglarda balkim qiraatning izozag'ali bo'lishi mumkin. Wadduha wal-layli iza saja. Masalan, shunga o'xshash. Wadduha, masalan, wadduha o'qiydi. Wadduha imala. Bu ikki xil qiraat deyli, mana shu ikisini ma'ni. Buningki tafsirga cho'ng aloqasi yo'q. Wadduha o'qisimi ma'no o'xshash, wadduha o'qisimi ma'no o'xshash. Ma'qul shakldagi o'xshamagan qiraatlarning tafsirga cho'ng ta'siri yo'q. Ikkinchi xil shakli qiraatningki o'xshamaslik kalimalarda bo'ladi yoki harakatlarda bo'ladi. Masalan, birisi u o'qisa, birisi a o'qiydi, birisi i o'qiydi. Masalan, mana bu allazi bu ixtilof ondan keyin ma'noni o'xshamaslikka olib boradi. Buning va hada lahu degan buning an tafsirga nimasi bor, ta'siri bor. Ya'ni qiraatlardagi o'xshamaslik oyatning ma'nolarining o'xshamasligiga olib boradi. Chunki har qiraatning shu qiraatga xos ma'nosi va bu nihoyat ochiq ish, misol keltirishga ehtiyoj yo'q deydi. Inshaalloh bunimi keyingi bizning bir sizlarning oldigan bir imtihonlarimiz va shu mazmunlarga ma'lum bir kirgiziladi bu ahvollarni inshaalloh. Demak shu kalomli bo'lsin. Qiraat o'xshamasligi bilan oyatning ma'nosi qanaqa qiladi? Farqlanadi. Masalan, Ibn Mas'udning qiroatida kafaratlarninki kafarat haqida 3 kun ro'za tutish bir oyati va siyam salasata ayyamda. Ibn Mas'udning qiroatida mutataliyat deb bir so'z va boshqalarning qiroatida yo'q. Endi mushu qiroatga asosan ba'zi fiqh olimlar 3 kunlik ro'za oqidni qanaqa qilishi kerak, tutilishi kerak degan hukm chiqardi. Mushunga o'xshash masala. To'rtinchi muhim qoidalarning birisi mufassirga zarur bo'lgan ma'no kalimaninki rasm xash shaklininki o'xshamaslik bilan farqlanadi. Endi shu rasm haqida bizning Uyg'ur o'quvchilarimizga tushuntirmak biroz tez. Biz navbatda o'rganayotgan arabcha xat bilan Qur'onning xatininki biroz nimasi bor, farq bor. Biroz farq bor. Ondan keyin navbatda biz o'qiyotgan Qur'ondagi bizning ko'zimizga kirayotgan holat Rasulullohning davridagidan va ba'zi masalan harflarning chikit qo'yilishi, zirlarning qo'yilishi, ba'zi alomatul qiroat alomatlarining qo'yilishi bilan ma'lum darajada farqlanadi. Ammo Qur'onning xashakli deganimiz masalan Qur'onda kafirin biz kafirin yazmoqchi bo'lsak kaf, alif, ra, fa mana shakl yozamiz. Kafirin. Ammo Qur'onda kafning keynida alif yo'q. Kaf, fa, masalan ra, kafirin. Biz faqat uni qiroat alomati bo'lgan alifi mad qoyim deb qo'yamiz. Biz kin qo'yilib olganda u qoidalar. Mushunday o'qiymiz. Elhamdülillahi Rabbil alamin desa alaminni normalda ayndan keyin alif bilan yozamiz, lekin Qur'onda nima yo'q? Alif yo'q. Bu şekilde qalat ya vaylata deganda ya vaylata desa bizning ilm bilan kelish kerak, lekin Qur'onda ilif yo'q. Nima bilan keladi? Chiksiz ya bilan keladi. Masalan, bunga o'xshash degil tursak nayt ko'p. Hatto qala degan so'zni nurg'un yerda qala, qaf, alif, lam ismda qilishi shu kahfida bu deydi. Bir yerda qaf, lam ikkisi. Shuni qala degan shaklda yoziladi. Samawati desa bizning cho'sa sama alif va alif ti mana shaklda. Lekin Qur'onda qanday yozilib samawat deb alif yo'q yoziladi. Mushuna o'xshash savoqlashlardi. Qur'ondagi rasmul Qur'onda maxsus bir ulumul Qur'on sohasidagi bir fan buningki asli
asrul ula birinci asrdagi Qur'onning rasmini ko'makchi bo'lsanglar, shu Istanbulda ulab qolsanglar va qulay maxsus mahdudotlar saqlangan kutubxonalar var. Mesela Süleymaniye kütüphanesiga o'xshash yoki Isamga olsanglar bo'ladi, o'sha yerda bog' deymi. İçib ko'rib baxsanglar bo'ladi. Men taxminan 2 kun oldida bir betni ko'rdim. Shu birinchi Rasulullah'ningki birinchi asr deb turilardi. Osman radhiyallohu anhuning mushaflaridan birisi, shunun bir betini ko'rdim. Bunundaki resim meselesi, resim deb qo'ydim ama Arapçada biz xashshakli deymiz. Bu ayrı bir mesele. Ben bu gapni degandan keyin sizlar balkim uyda Qur'on bo'lib qolsa, elib da Qur'onning ko'zingizning oldidan zirlarini chiqarib turib, bir qarab boqinglar Qur'onga. Biz normal Arapça, bunda normal Arapça kitaplardan ko'rgan bunda xashshaklidan biraz xashshakli. Yani yazilish, ba'zi harflarni o'qilish, o'qilmaslik, yazilish, yozilmaslik masalalari farqlanadi. Mushning o'zi rasmul mushaf deb ataladi. Endi bu yerda demoqchi bo'lganimiz nima desanglar? Daha da yaptır. Fakat yekun li ba'zil kelimat ekser min ma'nan. Bazı sözlerinki birden köp manası var da. Birden köp manası var. Yani ne qaramakka ikki xil ma'no degil oldu. Lekin aşu sözninki mushafdagi xashshakli ikki so'zning birini tarjih qiladi. Xashshakliga qarasak, ikki ma'noning birisi kuchli. Masalan, sani qo'y uka fala tansa illa ma sha Allah desa, biz sana okudumuz. Sen unutup kalmaysa, unutup kalma. Qarama. Tensa unutup kalma deyen gibi doğru kılıdı. Unutup kalmaysa, yani nehi, nefi ikisi doğru kılıdı da bir yerde. Hem ölüme Allah'mış fela tensa diyen Allah'ın o sıcaklı ihtilaf kılışıp bu nefi üçün ihbar mənəsilə buludu. Unutup kalmaysa diyen gibi buludu dese, bir yak nehi üçün deydi. Endi biz xashshakli yo'ldan qarasak, bu xatning shakli, rasmul kalima, kalimaning xashshakli shuni tarjih qiladiki, bu yerdagi falatansa degani nafi uchun. Nimishqa? Ilib maqsur tepilganlik. Ilib maqsuriningki yezilishi qanday bo'ladi? Chiksiz yavran bo'ladi. Agar nahi uchun bo'lgan bo'lsa, fil majzum bo'ladi. Majzum degan nima? Oxiridagi kesal harfning o'rnidagi harf qanday qilinadi? Tashlanadi. U vaqtda fala tansa yoziladi. Yani xashshaklida mushu tansa da talaffuzdagi ilibning qap qolganligi fadalla biqaul alif degani mushu alifninki xashshaklida qap qolganligi nimani ifodalaydi? Allohninki nafi uchun ekanligini ifodalaydi, nahi uchunchi emas. Bu bir misol. İkincisi ve iza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ulardan tatip tarazilen asa yoki jınglab bersa, jınglab qanaqasi asa kam bersa kam bir dedi-da, neda. Ulamalar mushaqda ikki xil ko'z qarashi bor. Birinchisi va iza kaluhum aw wazanuhum deki hum damir. Kalu deki vavul cemaatninki marfu vavul cemaatning vavusninki ta'kidli kuchlab raf'i o'rindadir. Hum Kalu'nun tigideki hümzürünün ta'kidi deydi. Eğer ta'kid dizilse ve izâ kalu hum ayrım bir söz olup Kalu'nun tigideki yani isabı vavul cema'a deyimiz. Vavul cema'a humni ifadeydi bir yerde. Köplük, erlik köplükni. Muşunun ta'kid olsa işte ayrım söz oldu. Bunun asasen kalu durak kılıp ve izâ kalu hum vazanu hum dep ayrım okusak buludu. Yani indi vakti ma'nini buludu sana ula cın tarazı kember gücü ula degan buludu. Elfusuhum degan aşula degan ma'na çıkıdı. Bu bir ma'na. İkinci bir ma'na hum nesbilikning o'rnida maf'ulun bih demekçi. Yani kalu lahum vazanu lahum avlaga ulaga cındı tarazlab ya kemçilab özlab bəsə degan buludu. Yerdeki harfler taşlandı. Pil özgün ulandı. Mef'ul mahzub qaysı mekillen mevzun ma şekilde düşündüğü bir ahval var. Çıkılıp kaldı. Kaluhumdaki hum. Kalu'daki vavul cemaatinin tekidi mu? Yani kalu diyen pilinin mef'ulun bihsi mu dese biz o da bir qaraylı.
Kitap tushib tushib boğuşman degeç turay. Kaluhum evvezanuhum da hesapta iki xil fikir bo'lib qoldi. Birisi kaluhum ikisi ayrım söz. Hum kalunun ahirsidagi vavul jamoatning ta'kidi, grammatikalik o'rni marfu, bu birinchi fikir. İkinci fikir kaluhumdagi hum kalununki to'ldiruvchisi, maf'ulun bihsi, grammatikalik o'rni mansub. Endi biz bunu qanday hal qilamiz desa, darhol oyatning yezilish shakliga qaraymiz. Qarasak kaluhumda kalu bilan humning o'tirdi alif yo'q. Hamma bilasizlar, mazi fil ko'plik shaklda kelsa oxirida alif paydo bo'ladi. Fa'alu bir alif bor, darabu alif bor. Bu alif qanday vaqt keldi desa, so'zning butun bir mustaqil yolg'on so'z ekanligini ifodalash uchun. Qanday vaqtda tushib desanglar, keynidan bir qo'shimchadan birisi o'lishib kelib, ikkisi bir kalimaga aylanib ketgan vaqtida tushib ketadi. Endi oyatda kaluhumda hum bilan kalun o'tirdi. Alif bormi yo'qmi qarab baqsaq, yo'q. Yo'qligi kalu bilan humning bir so'zga aylanib ketganligini ifodalaydi. Agar ikki so'z bo'lgan bo'lsa, o'tirib mutlaqo vav alif ketdi. Musha alifning kamiganligiga qarab biz kaluhumda kaluhum kalu bilan hum ikkisi bir so'z ayirib o'qilinmaydi. To'xtash to'g'ri qolsa kaluhumda humni to'xtaymiz, kalu demas. Hum vavul jamoatning ta'kidi marfu emas, balki kalununki to'ldiruvchisi maf'ulun bihsi tushunkilislik o'rnida, ya'ni maf'ulun bihulda mansub bo'ladi, ma shaklda tushunsak bo'ladi. Ya'ni oyatninki yezilish shakli oyatning mazmunini bizga muayyanlashtirib turadi demakchi. Bu 4-chi mufassirga kerakli 4-chi muhim qoidalarning birisi. Rasmul mushaf ismli bo'lsin. Rasmul mushaf ismli bo'lsin. Unda cho'ng bir moddalarning, cho'ng pallarning birisi bu maxsus ulumul Qur'ondagi ayrim mustaqil bir pan. Nechinchi battida savoqdoshlar? 140 bat kelgan shunami? Mana. Tamam. Açıldı mı sizlerden normal ha? Normal açıldı. Yani kelimeninki haşekle ikinci mananı ta'kidlaydi. Yurajjihu al-ma'na thani. Çünkü eğer maqsadlik ma'na al-murad ma'na birinci ma'na bo'lib qola olsa, maqsad alifdan keyin kalu vazani o'xshash alifdan birini, yani pildan keyin kalu vazanu degan pildan keyin alifdan birini isbotlab keladi. Kaluhum vazanuhum o'xshash. Fadalla adamuha aşı alifning yo'qligi nimani ifodalaydi desa, aşı alifni talab qilmaydigan ikkinchi fikrining kuchli ekanligini qana qildi, ifodalaydi. Shu Imom Tabari rahimahulloh bu haqda nima deydi desanglar, bu haqdagi eng to'g'ri fikr mening nazarimda humni to'xtash. Akalu demas, kaluhum deblan humni to'xtash. Deb bo'lgandan keyin deydi, agar hum mustaqil yana bir jumla bo'lsa, kalu vazanu deb aşı kalu vazanu bilan hum bilan o'ttirisini ayiruvchi alif bilan yozgan bo'ladi. Halbuki ma'a kulli wahidin minhuma o ikkisining her biri bilan aşı yozgan bo'ladi. Chunki aşını bilan yozuvchilar shunday o'xshash ishlarda joriy bo'lib kelganligini ashta shaklda yezib imloda shunday kelgan ekan. Aşı alif bilan yozilmaganligining o'zi nimani ifodalaydi bu yerda desa, bu ikkisidagi ikki so'z emas, humning mustaqil so'z emas, balki kalu vazanu bilan birga kelgan bir qo'shimcha edi. Maf'ulun bih ekanligini qanday qiladi ifodalaydi. Bu 4-chi muhim qoidalarning birisi. 5-chi muhim qoidalar savoqdoshlar. 5-chi muhim qoida Qur'oni Karimningki bayon shakli, siyaqul Qur'onning bayon shakli. Nima demakchi desam, mana demakchi. Qur'onningki tushish tartibi har xil bo'lgan bilan, ammo Allohning buyrug'i, Jibrayilning ko'rsatmasi, Rasulullohning o'rinlashtirishi bilan bugungi shaklda tartiblangan. 114 sura, sura Fatihadan boshlanib, sura Nasgacha,
Andikin sürülen içindeki ayet nöbeti biz okugan Elif Lam Mim Zalikel Kitab La Rayba Fi Huden lil Muttaqin ma şekilde elnilikemdi. Bunun hemmesinki bir nimesi var, buyurulgan tarafı var. Siyakul Kur'an'ı da nim demekçi desanlar mana demekçi. Başta bir ayet bir mezmunu devam kılıp geldi. Oturda bir mezmun var. Ve ayakda baştaki mezmunun devamı geldi. Oturdaki mezmun net bir şekilde, uçuk bir şekilde ispatlanmaklıkını kimge karşılık geldi ki. Şunu olan müfessirler bunu inga tatudu, münga tatudu. Ma 5. kaide şuna demekçi ki 5'teki ayet ma'lum bir mezmun hakkında. Ayakdaki bir ayet ma'lum bir hakkında mezmun bolsa, Kur'an'ın bayanı bir mezmuna oturdu kelgenliken oturdaki mezmununu çokum 5'deki ve ayakdaki ayetinin mezmunuyla okşaş tefsir kılınış gerek. Dep mani bir kaideleştirgen. Şunu da atıdı Abdülkaram kitapka. Ve hazihi kaide muhimme. Bu nahit muhim bir kaide. Bunu fealel müfessir bir sözge yoki bir cümlege şu söz yoki cümlenin müstakil halette bir nefsiha dengep şu söz cümleni ayırıp müstakil halette qaramaslik gerek. Belki müfessir, belki müfessir şu söz cümlege Kur'an neslinin siyaqıda qarash kerak. Nayt addi tushunishli bir misol beraymi sizlarga. Aranlardan birsin chiqib namoz o'qish xato, namoz o'qigan odam do'zax kiradi deb chiqsa, qana qarasizlar? Veylul lil mutaffifin degan Qur'on nima? Veylul lil musallin degan. Veylul degan do'zax degan gap. Musallin degan namoz o'quvchilar degan gap. Namoz o'quvchilar do'zax kirdi dedi oyatda desa nima deysizlar? Nima javob qo'yasiz? Nayt addi bunun cevabı. Keyniga qarang hocam. Namoz o'qigan odam do'zax kirdi degan gap emas. Namozidan bexabar. Namozi nada, o'zi nada. Qarasa, sham vaqtida pishim o'qiymi deb yurgan. Namozning vaqtiga ahamiyat bermagan odam anda do'zax kiradi. Chunki oyatning oxirisida allazinahum an salatihim sahun dabba. Deb keyniga bog'laydi aqallisi. Mushun demek sağlaşlar. Yani ayet ne? Üzüp lan qana qilishqon, dalil qilishqonmaydi demekçi. Ayetin tushunishda oldiga va keyniga qaraymiz demekçi. Fa inna zalika haqiqatan ashu maqsadlik ma'noni muayyanlashtirishga nima yordamchi bo'ladi. Mu'in degan gap yordamchi bo'ladi. Xususan Aşu kelimeninki yoki cümleninki birden köp ma'nosi bo'lib qolgan vaqtda texi boshqa. Shibilik bo'lib qolgan vaqtda texi shunda. Mushu qoida bilan Tabari ve Tabari boshqa mufassirlar ba'zi tafsirlarni, ba'zi aqval degan ba'zi so'zlarni tarjih qilib va boshqa so'zlarni rad qilib. Masalan, bir misol olaylikmi? Alloh subhanahu va taolaninki va laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq degan ayet tefsiri hakkında Tabari nim deydi desanmi bu haqda. Qalat Tabari bu haqda deydi, ba'zi o'ylab qolgan kishilar, zaimin degan gap, ba'zi o'ylab qolgan kishilar shunda o'ylab qoldiki, va laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Kim uni sotib olsa, anaqa sehrni, oxiratda uning nasibasi yo'q degan oyatdagi kishilardan maqsad shaytonlar. Law kanu ya'lamun degani maqsad insonlar deb buni tafsir qiliqliq deydi. Deb bo'lib Tabari deydi. Bunda tafsir qilish bütün ta'vil ahlining hammasining gapiga zid. Ta'vilning tafsir ahli demakchi. Tafsir ahlining hammasining gapiga zid. Nima qilib? Chunki bu tafsir ahli shuni ijmo qiliqliqki, va laqad alimu laman ishtarahu din maqsad yahudiylar maqsad. Shaytonlar emas. Bu ayetning mazmunini men bilirsiz xabaringlar uchun, elaqa Babilonga avatilgan ikkidana nimbatda farishta bo'ldi. Kishilarga nima o'rgatish uchun, sehr o'rgatish uchun. Bu sehrni Alloh subhanahu va taolo bularga bir imtihon shaklida, sinov shaklida o'rganganlar jinoyatga bo'lgan, o'rganmaslik tashabbus qilingan bir sehr. Ammo yahudlar o'rgangan. Oyat yahudlar haqida deydi Tabari. Ammo bir-birlik odamni qo'pab, bir-birlik mufassirlar oyatdagi وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنْ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ ki alimunun failisi şeytanlar deb tafsir qilganlar. Tabari buni kesin rad qiladi. Nimishqa?
Depolup dağıtı da. ثُمَّ هُوَ مَعَ ذَلِكَ O aşını olan durup ayet düşke ayet Kur'an dalalat kılgan mezmundan eksini demiş ka. Çünkü وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنْ اِشْتَرَاهُ diyen Allah'ın sözünün aldık ayetler. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ diyen Allah'ın sözünün kendik ayetler. Demek çok oluyor. Biz hazır yapılan bu ayetinin aldıdaki ve kendik ayetler. Allah subhanahu ve ta'ala'nın Yahudilarını süküş ve ulanı eyipleş bilen kelgenligini mezmun nime hakkında kituatıdı? Yahudilarını eyipleş hakkında kituatıdı. Ulanın azgulluqlarına karta ve ulanın Allah'ınki vehiylerini, Allah'ın kitaplarının ayetlerini arkasıga taşlıvetkenlikiga karta ulanı eyipleş yüzsidin. Demişqa özünün qılğan qılıqının xata ekanligini bilib turib, şunu bilan ilgirki ayetmi Yahudi haqqida, keyindiki ayetmi Yahudi haqqida bo'lgandan keyin mushu valaqat alimu leman ishtarahu ma lahu fil ahirati min xalaq degan ayetmi Yahudilar haqqida kelgan xabarlarninki birisi. Bu Yahudi haqqida bo'ldi deb manda shaklda bir misol ko'rsatildi bizga. Yana bir misol alaylik buningga. Yana bir ayet var. "Ellezine ataynahumul kitab yatlunahu haqqa tilavati." Biz kitap bergen kişiler şu kitapni haqiqiy ravishda tilovat qiladi degan mazmun. Kim hamdi bular? degan savolga kelsak, Tabari Qatadadan bunu gapni rivoyat qilib, naql qildi. Bular Payg'ambarning ashablari deydi. Ama Qatadaning g'ayri kim deydi desa, bular Banu Isroilning ulamolari. Mayatdagi tillanayotganlar. Ya'ni bular Peygamber'e ergeçken dep kelib Tabari ikkinchi so'zni tarjih qiladi. Ayetdagi Allah ularga bergan kitobni haqiqiy ravishda tilovat qiladi deganlar Banu Isroilning ulamolari degan fikrini ta'kidladi. Ta'kidlab kelib deydi, gap to'g'riga eng loyiqroq gap Qatada degan gapdir. Peygamberning ashablari degandan Banu Isroilning ulamolari degani to'g'riroq gap. Nimishqa? Chunki ayetning oldidagi oyatlar ikki kitob ahlining xabarlari bilan davom qilayotgan va ularning ichidan Allohning kitobini o'zgartganlarning ve o oyatlarni tafsiridan boshqa bir tafsir bilan tafsir qilishlari va Allohga botillarni da'vo qilishlari haqida gap bo'layotgan. İlgirki oyatlarning mazmuni shu ahli kitob haqida. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sahabalariga ilgirki oyatda hech bir zikr qana qilmadi, o'tmadi. Ve bu oyatning kimdimi? Ayatga ergishib keladigan keyingi oyatlardami sahabalarga hech bir zikr o'tmadi. Demak, sahabaning oldidimi gapi yo'q, keyindimi gapi yo'q. Oyatning balki 5i ahli kitob haqida bo'layotgan bo'lgancha ayatdagi "Ellezina ataynahumul kitab yatlunahu haqqa tilavatihi" degandagi kitap berilgan ve onu haqiqiy ravishda tilovat qiladigan kishilardan maqsad shu ahli kitob bo'ladi. Banu Isroilning ulamolari bo'ladi. Rasulullohning sahobalaricha maqsad emas deb ma'lum bizga siyaqul Qur'oniga nisbatan bir misol oldu. Yana bir misol olaylik savoqdoshlar. Allah subhanahu va taoloninki "Sa'urikum daral fasiqin" sizlarga fasiqlarning yurtini ko'rsatib qo'yman degan mushu oyatni kim o pasiqlar desa, ba'zi tarafından deyilindi, ularning bu yerdagi yurt degani aqibati, masqirahum deb, aqibati deb bunda tafsir qilamiz deganlar bo'ldi. Ba'zilar jahannamda tafsir qilganlar bo'ldi. Ba'zi tarafından deyildi, ularning Shamdagi yurtlarini, shunama Fir'avnning yurtlarini ko'rsatib qo'ygan o Misr deb deganlar bo'ldi. Lekin Tabarining deb qaraydisangiz, yo'q. Tabari shuna qaraydiki, bu oyat faqat Allah'a asilik qilgan, Allah'ın buyruğuna xiloflik qilgan kishilarga tahdid uchun kelgan. Anda keng yurti deb hech narsa qilmoqchi emas deb bo'lib deydi. Biz mushu oyatning tafsiri haqida, shu oyatningki tafsiri haqida oyatdan tanlagan gapimizni tanlashimizning sababi chunki Allohning "Sa'urikum daral fasiqin" degan so'zdan ilgirki mazmun Allohdan Musa alayhisolamga va uning qavmiga Tevrat'taki kelgan mazmunlarga amal qilish kelgan bir buyruq var. Andan keyin Allohning hikmati bilan ishlarning eng loyiqroqi nima desa, shu buyruq zoya qilayotgan kishiga
Allah üçün əməl qilishda sal qarğan kişiga, Allah'ın yoludan çetnigen kişiga tehdit bilen ahırlasa Allah'ın hikmeti en doğru. Demek oğlu şu ki her qanday buyruk kelgan yerde tehdit keladi. Şunu aytdiki savrikum daral fasiqligini tehdit. Deb manda şekilde deymiz. Nimasiz desa xabar üzülüp qolgan mazmunlarsiz degan hech gap yo'q. Masalan, birisi qopab oq o'ti desa, birisi qopab jahannam desa, birisi qopab Shamdagi diyor desa, birisi qopab Firavunning Misr desa, endi biz bilmi desa, hech gap yo'q unga deyotdi. Yoki zikri o'tmagan demakchi. Amma lam yajri lahu zikrun degan zikri o'tmagan bir gapni aytishdan munosabati va taraflarga opirish yaxshi deb bu şekilde bir misal keltirdi bizga. Ondaki yana bir misal Qul in kuntum tuhibbunalloha fattabi'uni degan oyat. Dangi Muhammad alayhisalom, agar sizlar Allohni yaxshi ko'rsanglar, menga ergishing. Delindi. Bu oyat kim haqida tushgan desa, Payg'ambar alayhisalom davridagi bir qavm haqida tushgan. Bular Allohni yaxshi ko'rdiganligini da'vo qilishyapti. Dedi ba'zilar. Ba'zi tarafından delindi, yo'q. Hristiyanlarga raddiya qilish uchun tushirilgan. Hristiyanlarningki İsa alayhisalom to'g'riliq degan gaplaridagi iddaosiga qarata. Bu Allah'ın muhabbeti degan bir iddiası vardı. Bu gaplarga qarata tushgan desa, İbn Jarir al-Tabari ikkinchi gapni tarjih qiladi. Qaranglar, ma'ayat Rasulullah'ın davridagi bir qavm haqida tushgan bu. Yoki Hristiyanlarningki biz İsa alayhisolatu vasallam to'g'riliq degan gaplarimiz Alloh qo'ygan muhabbatimizdan degan gapi haqida tushgan bu desa, ikkinchisini tarjimashqa. Chunki bu surada yoki bu suraningki bu oyatning oldida qiyla emasmi? Va la qabla hadhihi al-aya. Bu oyatning oldida Necran elçilerining boshqasining gapi o'tmadi. Zikr degani gapi o'tmadi. Necran elçileri degan kim? O Hristiyanlar. Bu Necran elçileri Allohni yaxshi ko'radiganligini, shunami? Buni da'vo qilgan deydi. Va Allohni qatlaydiganligini da'vo qilgan Necran elçileri başqa bir qavmning zikri uytab boqmadi. Allohdan keyin 5 ta Necran elçilerining gapi tursa, oxirgi vaqtda buni bilak odamlarga opirish o'rinsiz. Chunki o oyatning 5i kim haqida kelyapti? Hristiyanlar haqida kelyapti. Necranning elchilari degan gap, ya'ni Hristiyanlar degan gap, Necranda Hristiyanlar vaqti shu vaqtda deb ma'ni tarjih qildi. Ya'ni bir xulosa qilsak savoqlar. Bir oyatni tafsir qilmoqchi bo'lsa, chuqur oyatning 5iga va oyoqqa qarashimiz kerak va biz tafsir qilmoqchi bo'lgan tafsir shu 5 bilan oyoqqa moslashishi kerak. 5i yo'q, oyog'i yo'q gaplarni kelib tafsir kelib qo'ygan bilan bo'lmaydi. Demakchi bu 5-qoida. Ya'ni as-siyaqul Qur'oni. 6-si ma'ud degan misol tashlar. Tafsir tilning zohir ag'lab bilan bo'ladi. Mana bir nuqta. Bizning Uyg'ur tillarida pek anda zo'r farq yo'q shivalar o'rtasida, ammo arab tilining shivasida biroz nimba farq zo'r. Masalan, Qurayshlarningki tili deymiz, boshqa nimalarningki, qabilalarningki tili deymiz va undan boshqa til ifodalari, har xil grammatika pluslar arab tilining kengriligi, grammatikasiningki kengriligidan o'qib bo'lgan grammatik kitoblar bor. Endi oyatlarni tafsir qilishning oldida oyatlarga bir avval grammatikalik o'rin bekitimiz har so'zga. Mushu bizga nim belgilaydi, ma'no belgilaydi. Endi mushuni grammatikalik o'rin belgilashda yoki arab tili bo'yicha tahlil qilishda chuqur eng oshkora bo'lgan, eng fasih bo'lgan grammatika qoida usullar o'chimizki shoz. Ergi chatdiki bir qabilaning, yana birisining bir tilga olib o'dlashga bo'lmaydi demakchi. Qarab boqaylik nima deyapti? Va zalika bunda deyishimiz shu qarqi tilnojidagi zohir ag'lab bilan bo'ladi tafsir degani. Qur'oni Karim uch arab tilidan tushdi. Qur'oni Karimni shu eng oshkora, eng g'olib bo'lgan va eng uch qo'ygan arab jumlasi kalomidan boshqasini tafsir qilish bo'lmaydi. Shunga Imom Tabari rahimahulloh deydi, biz Allohning kitobining ma'nilarini shu arablarning so'zdagi xitobning zohirisidan tushunilgan eng ag'lab ko'p qo'llanilgandan boshqasiga hamla qilishimiz g'ayri joiz, to'g'ri emas. Va biz uchun shuni arab
cümlelerimdeki en köp kullandığını hemle kılışta yol var degeni delil var demekçi. Yani demek çoğunu şu ki biz Kur'an'ını izahlaşta Arap dilinden en pesi, en roşen gramatik sırışımız gerek ki o bucak kapqagan yak ay bir kabilenin tilinden çıkan gramatikini serip o boyunca izahlaşka olmaydı demekçi. Yeni bir orunda Taberi rahimehullah deydi. Araplar hitap kılıngan Allah'ın kelamını fakat şu Arap dilinden şu kelamның ma'nilaridan qo'llanilgan hammaga ma'ruf bo'lganlari bilan qaratish to'g'ri. Agar unda qilmay boshqa ma'nilarga olib desak, chuqur va dalolat kelish kerak yoki shuning qarshisiga taslim bo'lish vojib bo'ladigan bir hujjat bo'lish kerak. Paket hujjat bo'lmagan ahvol ostida normal grammatika en uçuk roşan doğan grammatikinin başka kaideyi silişka olmaydı deydi. Taberi rahimahullah uzun tefsiriste muşu kaideye naiti emel kıldı. Mesela وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنْ اِشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ Bayat o kaidemize Taberi rahimahullah nemeni sözlep boğandan keyin halak degan sözün ma'nisi de ölümalının sözünü ekep boğandan keyin halak degan nemu dese bu deb nurgun çıkdı ya hamdi. Şu vakti deydi Ebu Cafer'den Taberi şuşu. Ebu Cafer Taberi şuşu ve muşu sözlerinin içindeki rastga en evla söz bunda da gedemizdir ki halaktan ma'nisi ma'runda nesip ma'nisi var. Nesive. Aşı nesive degan ma'na Araplarning sözdeki ma'nisi şudur. Araplar qo'llangan ma'nidagi en aşkar ma'nisini qanday qildi? Bu yerda qo'llandi. Grammatikani şu söz ma'nisini ifodalashtirdi şu. Şu bu noktada alohida qanday qilish kerak, diqqat qilish kerak demakchi. 7-chi qoida savoqdoshlar, shar'iy ma'nolarni lug'aviy ma'nolarga muqaddam qilish. Bu nima degan gapimdi? Desa, Qur'on kelishdan ilgari arablar bormidi yo'qmi savoqdoshlar? Bir savoqdoshimiz ovoz yo'q debdi, ovoz bormi yo'qmi savoqdoshlar? Tamam. Kur'an kilişten ilgiri Araplar ba. Araplar normal parankılıda sözleydi o. Endi Kur'an kelgandan keyin, İslam kelgandan keyin nurg'un diniy gap paydo bo'ldi. Salat. İslam kilishdan ilgiri nima deydi Araplar salatni? Zakat. İslam kilishdan ilgiri zakatning ma'nosi nima deydi? Siyam. İslam kilishdan ilgiri siyamning ma'nosi nima deydi Araplarda? Anlığanlıkın bazı sözler, dini sözler asli lügat manası var ve İslam kelgenden kimki kurulgan şer'i manası var. Endi Kur'an'da bir söz kelib, bu sözninki aslidagi lug'aviy manası var ve İslam kelgandan keyin şer'i manası olib qolsa, delillan bo'lmaydigan cho'qib oldi bilan şer'i manasini aytamiz. Nimishqa? Chunki shariat bobi ichida cho'qim shar'iy ma'no asos. Aslidagi lug'aviy ma'no emas. Endi illaki delil kelib, ya bu yerdagi bu so'zdan maqsad shar'iy ma'no emas, balki lug'aviy ma'no maqsadda delil olib qolsa vaqti boshqa. Shu gap shu boshqa narsa emas. Shu avtorda aytdi. İza kana lil kalimati al-wahida ma'nayan. Bir so'zning ikki ma'nosi olib qolsa, yoki ikkidan ko'p ma'nosi olib qolsa, u so'zni o ma'nolarninki birisi lug'aviy, ya'ni birisi shar'iy olib qolsa va ikki ma'no ixtiloflashib qolsa, shar'iy ma'no muqaddam qil. Chunki Qur'on shariatni bayon qilish uchun tushdi, tilni bayon qilish uchun emas. Lekin, illa degani lekin bir qarina, delildan birisi lug'aviy ma'noni iroda qilishga dalolat qilsa, u vaqti boshqa. Masalan, shar'iy ma'no muqaddam qilinganning misoli munofiqlar haqida kelgan va la tusalli ala ahadin minhum abadan. Ularning hech qanday nima o'qima, namoz o'qima desa. Salat degan arab tilida shariat kelgandan keyin bunga qanday ma'no berdi? Namoz ma'nosini berdi. Endi mushu oyatda va la tusalli ala ahadin minhum abada desa, ular o'lsa asla bularga namoz o'qima desa, mushu oyatda duo qilma demdik, namoz o'qima demdik desa, tani namoz o'qima deymiz. Chunki shar'iy ma'no bu yerda nima asos. Salatning ikki ma'nosi bor. Birisi lug'aviy, u o'zim duo. Endi birisi shar'iy, u o'zimi shu jinozamiz oyatda shar'iy ma'no muqaddam qilinadi, chunki u muhatabga tunishib bo'lgan mutakallimning nimasi maqsadi.
Çünkü ölge adamga nima o'qiydi? Janoza namozi o'qiydi. Shuni demakchi, bu demakchi. Boshqa gap yo'q, ha. Endi dalil olib qolsa, ma bir gap eson oldi bo'lsin. Dalil olmagan ahvol ostida shar'iy ma'noni asos qilib manaveramiz. Makallandı ini qo'ysin. Dalil bo'lib qolsa, u vaqtda lug'viy ma'noni asos qilsak bo'ladi. Buning misoli, ya'ni dalil tufayli, qaraylar deganda dalil tufayli lug'viy ma'no muqaddam qilingan misoli. Xuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum biha tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhim. Ma ayetlardan diqqat qiling. Sen ularning mollaridan zakatni al. Bu zakat ularni pokizlaydi, tutahhiruhum wa tuzakkihim shunami? Deb bilib va salli alayhim. Va ularga salat qil deydi. Am salatning oyatligimizda ikki xil ma'nosi bor. Namoz ma'nosi bor, duo ma'nosi bor. Amdi. Da qarab baqsaq, Rasulullohning hadisida bunda bir hadis bor. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga bir bilim kishilar ma'lum bir qavm zakatlarni aytgansa, Allohumma salli alayhim deb duo qildi. Mujahid qarg'an vaqtda ma oyatdagi, ma hadisning dalili bilan oyatdagi salli alayhim degandagi salli nimika u lug'viy ma'no maqsad ekan bu yerda, shar'iy ma'no maqsad emas ekan. Shu murod namozdan bu yerda, salatdan bu yerda duo maqsad, chunki tuvandagi hadisning dalili bilan. Manda dalil olib qolsa, lug'viy ma'no asos qilinadi. Agar bunda dalil olmay qolib qolsa, shar'iy ma'no asos qilinadi. Degan bilan bugungi darsimiz oxirlashdi. Savoqdoshlar, yana mufassirga lozimlik muhim deb qaraladigan qoidalardan 7 turli qoidani biz yuqorida aniq ko'rib o'tdik. Savoqdoshlar, sonra dersimiz tugidi, kitobimiz ham tugidi. Men oldingi nimada oldingi qitimliq darsda imtihon haqida qana qilgan sizlarga so'zlagan oldingi qitimliq darsda imtihon to'g'risida. Endi yana bugun shu imtihon to'g'riliq so'zlay sizlarga. İmtihan inşallah aldığımızda elinadi. İmtihanın şekli deganimdek yoki burnuqidek to'g'ri bo'lmaydi. Boshqa shaklda imtihon maftuh shaklda bo'ladi imtihonning shakli. Sizlar avval birinchi qilib qiladigan ishinglar shu WhatsApp to'pidagilar imtihonga qatnashima deb birdan inkas yozasizlar hammanglar. Her bir o'quvchi o'zining imtihon qatnashadiganligi va imtihondan keyingi darsga qatnashadiganligi to'g'risida bir inkas yozdi. Men shu ikki topdagi o'quvchilardan imtihonga qatnashadigan o'quvchilarning sonini bir-birlab olaman. Elib her bir o'quvchiga esanoldi bo'lsin, ayrim savol hazırlayman. Ikki o'quvchining savoli bir-biriga o'xshamaydi. Her o'quvchining savoli boshqa. Shu bo'yicha imtihan sualını topshirma, vaqt kelsamini bildirmaslarga. İmtihanning sualını javob berib topshirib qo'ygandan keyin, biz keyingi darsni o'ylashtirib boshlaymiz inshaalloh. Hozircha sizlarning qilgan ikki ishinglar bor. Birisi WhatsApp mushu topda men imtihonga qatnashiman deb ifoda bildirsa. Her o'quvchi ayrim ifoda bildiradi. Bu bir. İkincisi oldimizdagi bir hafta ichida, yani bugün dushanba bo'lib qolsa, balki jumaligacha, shanbagacha yoki payshanbagacha mush kitobdan hammasini takrorlashlar, boshini imtihonga hozirlik qilsa hisobda. Men imtihonni oladigan kunlikda darslar munosabatsiz, chunki sizlarning hadis darslaringiz yo'q emasmi hozir? Ya payshanba yoki juma kuni kech sizlarga imtihon suvolini taqdim va belgilangan muddatda topshirsizlar. Shu bo'yicha imtihonimiz mush bir hafta ichida tugagan bo'ladi, savoldoshlar. Ahvol mushu. Agar boshqa fikringiz bo'lmay qolsa, Allohga omonat. Assalomu alaykum.